Hozirgi paytda mani o'g'lim ras elementidan chiqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bemalol ikkilamasdan bolajoninglarni olib kelishinglar mumkin. Assalomu alaykum. O'g'lim Muhammad Yusuf va Nigora Asqarovni ko'riklarga olib keluvdim. Kamol opamni tavsiya berdilar. Defektolog, logoped shularga kelsanglar yaxshi natija olasizlar deb aytdilar. Hozirda 2,5 oydan oshdi, 3-oyga ketyapti. Rezultatlari juda yaxshi. Eshitmas edi, qaramas edi, begonasi edi. Umuman mendan boshqa hech kimga bormas edi. Hozir juda yaxshi. Begonalarga ham boradi, eshitadi, chaqirsam qaraydi. Menga juda yoqdi. Nigora opamga, Kamol opamga kattakon rahmat aytaman. O'g'lim shunchalik hammaga borib, begonasi ramikkan qilib, yaxshi qilib diagnozlarni olib, sog'lom bola qilib berishganligi uchun kattakon rahmat aytaman.